Ertaroq boshlashlik kerak. Bolalarni odam qatori qo'shishlikka. Epla olasan, qilasan, bor. Bering mashinangizni yuvsin bir amatda. Yuvib bo'lgandan keyin bilasiz qanaqa bo'lishini. Zato yuvdi-da. Dadamning mashinasini men nima qildim deydi? Yuvib berdim deydi. Tushunarliga birodarlar. O'ziga ishonchi ortishiga yordam beraylik. Nimanidir yuklaydi ularga. Xudo berganiniki 15ida bosh, Xudo urgandi bolasi 30ida yosh. Nimaga 30ida ham yosh? Chunki o'sha kichkinaligidan bu bolani o'ziga o'zini ishonchini ziyoda qilib katta qilinmagan. Bola o'zini nuqsonli his qilishligi, o'zini boshqalardan kam deb his qilishligining sabablarini ko'ryapmiz. Shulardan bittasi ota-ona oshiqcha po'palashib bolasini. Bolasiga biror narsani ishonib topshirmaslik. Masalan, bir odam bolasini uylaydi, qo'liga pul bersa, borib bozor qilib kela olmaydi uyga. Nimaga desa, uylanguchi bo'lgan hayotida bir marta shu ishni qilmagan. Yoki qizini turmushga berishdan oldin ona ta'lim-tarbiyani o'rgatmagan, ovqat pishirish, non yopishni, uy tutishlikni erga bergandan keyin qiylanib qoladi.